Mana bugun Jizzax viloyat pedagogik mahorat markazida viloyat bo'yicha tumanlardan mentorlar chaqirilib, alohida seminar trening o'quv mashg'ulotlari boshlanish arafasida kasbiy rivojlanish kuni hamda kasbiy rivojlanish soati tadbirlarini ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Bunda tumanlardan chaqirtirilgan mentorlar uchun alohida master trenerlar tomonidan darslar tashkil qilinadi va ushbu darslarda olingan bilimlar mentor o'qituvchilarimiz tomonidan tumanlarda yetakchi o'qituvchilar uchun kasbiy rivojlanish kunida mashg'ulotlar olib boriladi. Albatta, 6 ta yo'nalish bo'yicha mentorlar chaqirtirilgan va ular har bitta yo'nalish bo'yicha o'zlarini joylarida ularga biriktirilgan master o'qituvchilar tomonidan taqdimotda ro'yxati hamda dasturlar solingan, o'quv qurollari solingan maxsus sovg'alar bilan tarqatilmoqda. Tarif tavsifingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Ta'lim maktablariga joriy bo'lish hamda pedagoglarning malakasini uzluksiz ravishda oshirib borish hamda tajriba almashish hisoblanadi. Demak, bir-birimizdan tajriba olish va ilhomlanish uchun mana shu seminarimiz tashkil etilgan. Shu bois bugungi markazga kelibsizlar. Eng avvalo barcha ustozlarimizni yaqinlashib kelayotgan o'qituvchi murabbiylar kuni bilan chinakam tabriklayman. Xabaringiz bor, 1996-yildan beri nishonlanib kelayotgan mazkur bayram bu yil o'zgacha uslubda, o'zgacha uslubda nishonlanyapti. Ya'ni 15-sentyabr Mana hozir mentor o'qituvchilar uchun vazifalar yuklatildi. Master trenerlar tomonidan tarqatilgan tarqatma materiallarga o'zlari fikr mulohazalari orqali shartlarni bajargan holatda topshiriq bajarilyapti. Master trenerlarimiz Jaborov Maqsud aka, Bekmurodova Kamola va Abdug'afforov Majalollar tomonidan tashkillashtirilgan dars mashg'ulotlari. Ovqat pishirmaymiz, dars pishiramiz. Darsimizning masalliqlari, eng asosiy masalliqlar maqsad, mazmun va faoliyatdir. Qani ketdik, hozir bittadan taom pishiramiz. Unda har bir taomda aytib o'tgan 3 ta masalliqimiz bo'lishi kerak.